Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, xorijda aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz quyon kata yasadi, shuni tanishtirib sizlarga beraylik dedik. Bir ko'ringlarchi. Uzunligini 3 metr qildik. Enini 60 sm bo'lib chiqdik. Yoni biri 10, bo'yi 70 sm, oyog'i 40 sm bo'ldi. 5 ta xonasi bor mana. Buni addenni, bu addenni, hammasi xullas raddom bular. Ya'ni bola olish uchun qilingan kletka bo'ldi. Buni endi hozir tomiq qismini yopishtirganimiz yo'q. Tevadan bir ko'rsatib o'taman. Endi orqa tomondan bolalari oboda bir ko'rmoqchi bo'linsa, mana bu yerda teshik qo'yib qo'ydik. Har biriga bittadan bunday teshik qo'yib qo'ydik. Qo'lda tiqib bemalol ko'rinaveradi. Atroflari faner. Endi bu ichki qismini ko'rsataman mana. Mana ichki qismi. Ichlari ham faner, hamma yo'q joyida, xudo xolasa. Keyin yaling hali vel ekan deysizlarmi, kattaroq quyonlar ham sug'uradi. Ishlari ham zo'r baquvvat chiqdi. Kimga zarur bo'lsa shu narsalar bemalol 93 536 06 31 telefon raqamimiz, telegramimizdan shunda. Endi to'g'ri ishqibozlarga marta 3 metrga 2 metr enlik to'g'ri katayimiz ham bor. Mana shu 3 metr uzuni, eni 2 metr. Odam ichida bemalol yuraveradi. Bo'yi 180 bo'lgan. Eshiklari ham bemalol bo'lgan. Bunimiz narxi 1 million 200 ming so'm. Bunimiz narxi 1 million 300 ming so'm quyon ketagimiz. Dastlabkasini kelishamiz. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, Toshqo'rg'on qishloq, Shabboda 93 536 06 31. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.